Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Farg'ona viloyati Toshloq tumanida biz. Devor mebel bo'ladi. O'rtasi televizor podstavka, ikkita chekkasi taxmon. Taxmon pastdan tepaga qarab taxlanadigan bo'ladi. Xo'p, bu yerda patologi mana qilib chiqarib qo'yishgan, figura qilib. Patologgacha tiraymiz desak, figura buzilib qolar ekan. O'shanga balandligini shu korobkadan bir 4 sm balandroq qilamiz. Patologi figurasi buzilmasligi uchun. Arzon variantda bo'ladi, sekin ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Arzon variantda bo'lyapti. O'rta televizor podstavka, 42 ekran televizorga joy tashalgan. Xo'p, bir taraf shkaf, garderob, bir taraf taxmon. Pastdan ko'rpani tepaga qarab taxlashaveradi. Arzon variantda bo'lyapti. Tayyor bo'ldi, ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimiz tayyor bo'ldi. Mokri laminat o'tini to'shnisini bilmaymiz. O'sha atechmentoga o'xshash ranglar, o'sha effekt shunaqa. Faqat mokrida bosilgan. Buni ochiq ranglardan ko'p qilganmiz. Mokrisidan birinchi marta qilishimiz. Mana shunaqa ko'rinishi. Xo'p, bu chekkamiz shkaf bo'lgan. O'sha uzun kiyimlar, o'sha-moshlarimiz vakuumli, qora turbali ruchkalar. Televizor joyi, o'sha rozetkalar joyini korobka qilib tiqib qo'ydik. Pastida bitta polka, tepasida ham bitta polkasi bor. Bu tarafi ko'rpa taxlashga joy bo'lib qolgan. Xo'p, patologga o'sha hisobini chiqarib, pastroqqa tushirib, juda svetan yopilib ketmaydigan qilib qo'ydik. Bu tarafi o'sha patologiya guli yo'qolib ketib qolgani yo'q. Tiraverib patologiya yo'qib qo'ymadik. Mana shu holati 4.800.000 so'mga tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalar kommentariyga kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.